Siz ham ichingizda kimlar bilandir urushib yurasizmi? Bahslashasiz, tortishasiz, urushasiz, ko'rsatib qo'yasiz va bu ssenariy ertasiga yana davom etadi. Keling, buni to'xtatishga o'rgatib qo'yaman. Nega ongimiz sinimsiz shovqin qiladi? Miya kelajakdagi ehtimoliy xavflarni oldindan bashorat qilishga urinadi. Stressli vaziyatlarda tanqid, bahs, mojaro qayta simulyatsiya qiladi. U go'yo shu orqali g'olib chiqib, o'zini xavfsiz his qilmoqchi bo'ladi yoki o'tmishda yuz bergan siz istamagan yakunga ega voqeani qayta jonlantiradi. Uni tugallashga urinadi. Eng yomoni miyaga bu yoqadi va bu holatda dopamin ajraladi. To'xtatish ikkita yo'li bor. Birinchisi ongli ravishda to'xtatish. Yomon xayollar keldimi, o'ylashdan to'xtang. Shunchaki to'xtang. Ikkinchisi bo'lsa tajribadan o'tgan usul. Miyangiz qayta keltirayotgan o'sha yomon xayollarni boricha qog'ozga tushiring. Yoki shunchaki Telegram kanalingizga, gruppaga ham yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, to'liq qilib. Eng muhimi, oxirida o'zingiz istagandek qilib yakunlang. Bu miyaga tugallandi degan signalni yuboradi. Bitta narsani unutmang. Agar uni siz boshqarmasangiz, u sizni boshqaradi.